Sabriddin aka, mana hammani qiziqtiradigan savol. Narkoman odam chin dildan sevishi mumkinmi yoki yo'qmi? Albatta sevishi mumkin narkoman odam. Narkoman odamni ham sevib qolsa bo'ladi, lekin modda uni hamma hissiyotlarida, hamma holatlaridan ustun keladi. Ammo modda narkomanning hissiyotlarini o'ldirmaydi, aksincha muzlatib qo'yishi mumkin. Shu sababli ham munosabatda qanaqadir uzilishlar paydo bo'ladi, konfliktlar uzilishlar paydo bo'ladi. Zavisimiy odam sevgilisini oldiga borishidan narkotik topish kerak bo'ladi. Shu sababli ham birinchi narkotikka boradi, orada ozgina vaqt yo'qotadi, qanaqadir muammolar paydo bo'lgandan keyin orada sevgisidan ham ayrilib qolishi mumkin. Misol uchun mana batareyka, 100% lik batareyka. Iste'mol u batareykani 100% ni so'rib oladi. Ya'niki inson kun davomida 100% lik batareykani ishlatmaydi, 40-50 ishlatishi mumkin, lekin uni iste'mol qilayotgan soxta simulyatori 100% ni so'rib oladi. Shu sababli ham iste'mol qanaqadir eforiyasi ketgandan keyin inson o'zini juda boshqacha his qilishni boshlaydi. Yana o'sha hayotga qaytish uchun yana iste'mol qiladi hamda shu narsaga odatlanib qoladi. Shu sababli ham har qanaqasiga, har bitta munosabatlariga, sevgilisi bilan, eri bilan, ayoli bilan, o'rtog'i bilan bo'lgan munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi. Agarda yaqiningizda yoki bo'lmasam tanishingizda mana shu holatlarni sezayotgan yoki guvohi bo'layotgan bo'lsanglar, hozir oldini olgan osonroq bo'ladi. Chuqurlashib ketgandan ko'ra. Mana shu videoni ularga jo'natib qo'ying.